Assalomu alaykum aziz bekajonlar. Yaxshi kunlarda ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun men sizlarga koreyskiy karamdan salat qilib ko'rsatmoqchiman. Buning uchun kerak bo'ladi menga 1 osh qoshiqda soyaviy sous, kichkina choy qoshiqchada yarim choy qoshiqcha qalampir, ezilgani, ya'ni tabga ko'ra salat tuzi, shakar solib yuborsangiz bo'ladi. Agar salat tuz bo'lmasa, tabga ko'ra tuz, pomidor, bodring solmoqchiman. Chesnok, albatta, salat chesnoksiz bo'lmaydi azizlar. Bir donagina sabzi, zelin. Ishimizni eng avvalo men mana bu koreyskiy karamimizni to'g'rab olishdan boshlamoqchiman. Unaqa mayda qilib to'g'ramoqchi emasman. Hammasini to'g'ramayman, ozgina olib qo'yaman. Unaqa maydalab yubormaymiz. To'rtburchakroq qilib to'g'rasak, shunaqa yaxshi bo'ladi. Karamni ko'rib olishlaringizni tavsiya qilaman. Men ko'rib olmaganligim sababli oralarida mana shunaqa qoramtir barglari chiqib qolyapti. Anchaginasini isrofga chiqarib tashladim. Qoramtir barglari bo'lganligi uchun. Mana qalin joylaridan ko'rsatib o'taman. Mana shunaqa to'rtburchak shaklda qilib to'g'rab oldim. Men buni oxirigacha to'g'rab berdim. Chunki bu karamning taqir mazasi bo'lmaydi. Juda ham shirin karam. O'rtasidan bunaqa joylarni olib tashladim. Mana karamimizni to'g'rab oldik. Endi sabzini chiqarib olaman. Uzmasdan katta qilib. Qancha uzun bo'lsa, shunaqa chiroyli chiqadi. Mana. Mana azizlar. Endi bunga birinchi navbatda tuz solib olamiz. Mana tuz. Salat tuz tabga ko'ra. Va albatta yanchilgan qalampir. Salat yog'i solsangiz ham bo'ladi, o'simlik yog'i. Men soyaviy sous solishni afzal bildim. Uksus solsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz solmasalaringiz ham ma'qul. Chunki soyaviy sousimiz ham anchagina salatimizni men 1 choy qoshiqchada uksus ham solib oldim. Mana endi azizlarim, chesnokimizni o'tkazib olamiz. Mana azizlarim, chesnogim. 2 ta chesnok maydalaganimda anchagina bo'lib ketdi. Va endi buni qo'l yordamida yaxshilab hamma joyiga
qalampir, tuz, hamma narsasini birday aralashtirib, bunaqa qattiq ezmaymiz, yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana azizlarim, salgina aralashtirib, salgina ezib olganimizda shunaqa kamroq bo'ldi salatimiz. Endi bunga bodringimizni mana 2 ga bo'lib oldim. Shunaqa qilib to'g'rab olmoqchi bo'ldim. Tapga ko'ra to'g'rasangiz bo'ladi albatta. Mana shunaqa uzunchoq ahvolda to'g'ramoqchi bo'ldim. Holatda shifrchalik keskichdan ham foydalansalaringiz bo'ladi albatta, tapga ko'ra. Mana sovoldim buni ham. Pomidorimizni ham gulli bor joylari, bunaqa joylarini tozalab oldim. Tek qismini ham oldim. Pomidor solmasak ham bo'ladi aslida, lekin men solyapman. Borligi uchun solyapman, bo'lmaganda men ham solmagan bo'lardim. Mana. Bodringga qarab to'g'rab oldim buni. Pomidorni suvini solmasalaringiz ham bo'ladi. Shunaqangi o'zimiz yeyishga bo'lganligi uchun suvni ajratib o'tirmadim azizlarim. Mana pomidorimizni ham to'g'rab oldik. Endi zelenimizni to'g'rab olamiz. Salat zelensiz bo'lmaydi juda ham. Hammamiz yaxshi bilamiz. Chesnoksiz, zelensiz men salatlarni tasavvur qila olmayman azizlarim. Bunaqa maydalab o'tirmaymiz zelenimizni. Salatlarimizga qancha zelenimiz yirikroq bo'lsa, juda ham chiroyli chiqadi. Dona-dona bo'lib ko'rinadi. Endi buni qoshiq yordamida aralashtirib oldim. Chunki karomlari yaxshilab tuzlangan. Boya sabzi ikkalasini rosa ham chiroyli qilib aralashtirib tuzlab olganman. Soyaviy sousni ko'proq qo'shsalaringiz bo'ladi, xohlasalaringiz. Xohlasalaringiz piyozni qovurib, sabzi bilan karom aralashayotganda qo'shib yuborishingiz mumkin. Azizlarim judayam chiroyli, vitaminlarga boy bo'lmagan, ortiqcha ximikatlarsiz salat bo'ldi azizlarim. Mana azizlarim, salatimiz tayyor. Ozgina vaqt dimlab qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Yana ham ta'mi yaxshi bo'lishligi uchun men unaqa ko'p kutmadim. Yarim soatlarda o'zi dasturxonga tortdim. Mana azizlarim, juda ham mazali salatimiz. Bu salat mana bunday quyuq ovqatlarimizda albatta mana shunaqa gazaksiz tasavvur qilib bo'lmasa kerak. Biznikiga tushlikka marhamat.
Menda salatim yarim soatgina dam oldi. Agar ko'proq dam oldirsalaringiz, yana ham suvlari chiqib, sochni bo'ladi. Shoshib tushlik tayyorlayotganda eng oson narsalarni ko'rsatib berdim sizlar.